Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi 2026-yil yanvar oyi bo'yicha O'zbekiston ko'chmas mulk bozori tahlilini taqdim etdi. Unga ko'ra, ko'chmas mulk bozorida narxlar dinamikasi mo'tadil saqlanmoqda. Bu esa aholi daromadlarining o'sayotgani, uy-joy narxlarini arzonlashtirish va aholini arzon va sifatli turar joy bilan ta'minlash borasidagi chora-tadbirlarning samarasidir. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi eksperti o'z intervyusida ushbu tadqiqotning asosiy jihatlariga to'xtaldi. Joriy yilning yanvar oyida respublika bo'yicha uy-joy oldi-sotdi shartnomalari soni 28,6 ming tan tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan bitimlar soni qariyb 12% ga oshdi. Yil boshidan buyon ko'chmas mulk savdolari dinamikasi respublika hududlarida ijobiy tendensiyalarni namoyon qilmoqda. Respublika ko'chmas mulk bozorining qariyb 3dan 1 qismi Toshkent shahriga to'g'ri kelib, savdolar hajmi 33,4% ga oshdi. Bu esa respublikaning barcha hududlari orasida eng yuqori ko'rsatkich bo'ldi. Shuningdek, Samarqand va Sirdaryo viloyatlarida ham bitimlar sonining sezilarli o'sishi qayd etildi. Respublika bo'yicha ikkilamchi uy-joy bozorida 1 kvadrat metr uchun o'rtacha narx bir oyda 0,9% ga oshdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 8% o'sishni tashkil etdi degani. Bozordagi asosiy narxlar talab va taklif omili asosiy omil hisoblanadi. Yanvar oyida Toshkent shahrida ikkilamchi uy-joy bozorida 1 kvadrat metr uchun o'rtacha narx qariyb $1120 tashkil etdi va oylik hisobda 0,6% ga oshdi. O'tgan yilning mos davriga nisbatan esa narxlar qariyb 2% ga oshgan. Shu bilan birga poytaxtning birlamchi ko'chmas mulk bozorida narxlarning o'sishi nisbatan yuqori bo'ldi. O'tgan yilning mos davriga nisbatan yangi qurilgan uy-joylarda 1 kvadrat metr uchun o'rtacha narx 9% dan ko'proqqa oshdi. Bu degani, demak, respublikadagi inflyatsiya darajasida oshdi degani. Yanvar oyida poytaxtda uy-joy ijarasining o'rtacha qiymati 1 kvadrat metr uchun qariyb $8,8 tashkil etgan bo'lsa, bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 9% ga yuqori degani. Ijara narxlarining eng yuqori ko'rsatkichlari poytaxtning Mirobod, Shayxontohur, Yakkasaroy, Mirzo Ulug'bek tumanlarida saqlanmoqda.